Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los-Anjeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2025 yili 4-oyning 5-kuni shanba. Hozir 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videoni boshlayman. Bugun so'zlaydigan 6 cho'ng tema bor. Oldi bilan o'tgan yakshanba kuni maydonga ro'zayt bo'ldi. Bir hafta kechikkan bo'lsam-mu hammalarniki ro'zaytiga muborak bo'lsin. Hozir yetlarda o'zimizga xushalik tepish taslishib ketdi. Nurg'un qarindoshlarga o'xshash tuyg'u bor deb o'ylayman. Ashtaq bo'lsa-mu yana imkon bor xushallashib uzunroq yashashga tirishaylik. Bugun men to'xtaladigan birinchi tema Uyg'ur Project Fondi shu Ramazon jarayonida yapgan yan to'plash ahvoliniki xulosasi. Bu yil Uyg'ur Project Fondiga Facebook, PayPal, Uyg'ur Project Fondining tor beti va har qaysi ellardagi vakillarimiz orqali 51 nafar qarindoshimiz $14,502 iyon qildi. $14,502 iyon qildi. O'tgan yil seçtiğin çağda o'tgan yil 110 adam iyon qilgan. 17 mingdan jaraq pul kirgan o'tgan yil. Bu yil $14,502. Herhalde pulning miqdori oz emas. Ondan keyin yilning oxirigacha men o'zimdan yana $10,000 pul kirdi. Ashtaq anandaki yana bir qarindoshimiz bor, aytdi $10,000dan ko'p iyon qilayotgan. Aşağıdan qo'shgan vaqtimizda Uyg'ur Project Fondiniki yillik xarajati yetib oshadi. Shu masala yo'q. Endi bu yilgi iyon to'plashda $1,000 ko'p bergan qarindoshimizdan birisi bor. $1,000 bergan bir qarindoshimiz bor. Andan keyin $500 bergan qarindoshimizdan 10 bor. Undan boshqa 300, 200, 100 degandek ang astidagi qarindoshimizdan birisi $6 beribdi. Bu qarindoshimiz men o'tganda bir chaqir qilgandim. Chet elda, O'rta Osiyodan boshqa yerlarda 100 mingdak Uyg'ur bor. Agar bir Uyg'ur $10 chiqarsa, $1 million puldi deb o'sha degandim. Kanadadan boshqa bir qarindoshimiz Kanada dollarida $10 iyon qilib ekan. Uning rasmiyatlarini tutilib $6 olib kirdi bizga. Men xush bo'ldim aytdi. Meni chaqirqonga ovoz qo'shibdi herhalde bu kardeşimiz. Tama ko'l bular degan mashtaq bo'ladi. Endi bu qadimgi yon berganlarida yoshqi cho'ng, oila qiyinchiliklari bor, kichik bolalari bor, kasaljon, mashtaq qarindoshlarimizni nechadan iyon qildi, men bildigan kishilarni. Nayt ta'sirlandim. Anından keyin bir qism qarindoshlar Facebookda yani qilman deb qilamagan qarindoshlar bor. Bu ahvol har yil bo'layotdi. Men Facebookda aloqa qilishib bu ishni o'ngshay deb ularga xat yozib qilib baqdim. Faqat ularga aloqa qilib bo'lmadi. Shunga mashlab ahvol bor, lekin Facebookda qilamagan qarindoshlar Uyg'ur Project Fondiniki tor betida har qanday vaqt qila oladi. Uyg'ur Project Fondiniki uyghursfoundation.org degan tor betni olsanglar, yuqorqi o'ng tarafida donate, PayPal donate now degan xat bor. Ashani cheksanglar, u yerda PayPal'da qilindi, credit card orqali qilgan bo'ldi, debit card orqali qilgan bo'ldi. Qasli qilsa bo'laverdi. Bu har qanday adab qilaydi. Shu ishlaydigan credit cardlar bo'lsa, har qanday adam har qanday vaqt qilaydi. Shunga buni bir askartib qo'yay. Bir necha qarindoshimiz shu tor betiga har oyda iyon qiladigan bir olaylikni funksiyani qo'shib qo'ysak bo'pti ekan, har oyda qilgan bo'ti deb shu dedi. Hozir har oyda qilayotgan qarindoshlarimiz bor, PayPal orqali. PayPalda ishda qilib har oyda buncha pul bir manda qilib qo'yildi. Men tor betigimni yaqinda har oyda qiladigan bu funksiyani qo'shmoqchi. Qo'shgandan keyin men sizlarga deb qo'yman. Ashta qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarim ko'p rahmat. Shunda qilib bu yilgi iyonni to'plashga to'p qo'shgan barliq qarindoshlarga Çin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Uyg'ur Project Fondi va Mashal Uyg'ur guruhi. Endi hozirgi vaziyatda chet eldagi Uyg'urlarniki qilaolgan ishlaridanki doirasida zo'r cheklama bor bizga.
nima ish qilsak bo'ladi degan masalada endi ashtaqdimi o'ylab qila olganimizni qilyapmiz bo'libmi hozir biz qilayotgan ish endi o'zimizniki mavjudligini namoyon qiladigan bir muhim narsa bo'lib turyotidi bizni yo'qolib ketmadik hayot yashayapmiz degan narsani shunga uyg'ur project fondi bundakimi o'zimizning qo'ldan keladigan barliqchani qilib yashashga tirishimiz yaxshi ideyalaringlar bo'lsa mana shuni qilsak bo'pti ekan deb bizni izdanglar agar biz muvofiq ko'rsak cho'qim uni kuchab qilamiz endi bugungi so'zlaydigan ikkinchi mazmun uyg'ur xabari endi vatanniki yaqinga kelgan narsalardan izoh deb dedim men bu uchurlarni asosan Washington DC'dagi Zumrat Davud singlimizniki Facebook hisobidan olaman bu singlimiz videolarni obdan yangi videolarni vatan haqidagi Facebook chiqarib turdi men bu uchurga asosan shu yerda erishyapman hozir ma bu ikki hafta ichida kelgan videolarning ichida bunday mazmunlar bor birisi bir kentniki boshlig'i ekan uyg'ur xonim shu kentning boshlig'i bo'lgan uyg'ur xonimning yerini Xitoyga tortib olibdi tortib olib u xonim qarshi ko'rsatsa maydon etizlikdan ket bo'lmasa traktor bilan bostirib o'taman deb tahdid solibdi boshlash bo'libdi bujliqi ruziyat vatanda intayin vahimalik ichida o'tgan bir ruziyati bo'libdi yana nurg'un ko'chalarga yo'llarga to'saq qo'yib o'tganlarni tekshirib ozroq gaplarni ozroq gumon qilib qolsami ularni soqchixonaga akitib degandek mana shunaqa bir qo'rqinchli vahim ichida o'tibdi ruziyati ondan keyin uyg'ur jamiyatida yuz berayotgan yomon ichinish ahvoli bo'libmi bir qism yosh ota onalarniki bo'lib ishga ketganlarniki o'zim bolalari ota onasi bilan kori yo'q pashvozlik yo boshqa nachar ishlar bilan shug'ullanib oilalari vayron bo'lib ketib qolgan mushto'g'liqmi uchur chiqdi bu qatim ma'atda andan keyin buni burun bo'lib kelayotgan ish lekin shunaqa hozir endi sharq turkistonga borgan ko'chman bo'lib qolgan xitoylarni e'tiborlanib ishga borgan uyg'urlarni xorlanib o'tayotgan ahvol bu burun bordi hozir shu ishlar davomlashib o'tibdi andan keyin bir yerlikniki maydonini ko'rinishimi chiqdi u nima ekan desanglar okupdek yer ostida okup qo'llab unga 3 qavat yerlik yasagan shu yerlikka adam qo'yib shu ko'rib bo'lgan shunaqa ahvollar andan keyin deydi simit bilan yerlik eg'izini bitilib itvasimi yanada qattiq puraydi deydi uyg'urlar shuncha kang zaminda turib hozir endi o'lib ketgan odamlarni shunaqa yer ostidagi 3 qavat yerlik qo'yilgan ahvollar yuz beryotidi andan keyin buzliqi ruzaytida Vyetnamimizning o'rniga xitoylarniki bayrog'ini chiqarish marosimini o'rlashtiribdi xitoy hukumati andan keyin xitoylar pokistonlik qizlarni elish uchun yolg'ondan musulmon bo'lib olib qizlarni elib ichkariga xitoyga olib borgandan keyin ularni aroq ichishga cho'shqa yeyishga zo'rlab hatto Tansiqxonga hamroh qiz bo'lib pul tepishga avatadigan ishlar bu etibdi andan keyin ba'zanlar o'sha nimaga do'yindak yerlarga bir uyg'urcha naqshini chiqarib ekan chiqarsa boshqalar sen cheklangan naqshini chiqaribsan deb hujum qilib ketgan ahvol bo'libdi aslida u naqshiniki mazmunlarini hali yasab yo ba'zilari sazgur degan so'zlarni chiqarib o'tdi boshqa qilgan ekan hozir endi hozir xitoyda do'konlarning taqilish ahvoli intayin eg'ir bu kunlar uyg'urlarga kelibdi andan keyin bir qism uyg'urlar do'konlarini taqab to'rda mol sotsa uyg'urcha so'zlab qo'ymay xitoycha so'zlaysan deb shunaqa majburlab o'tibdi andan keyin bugun 4 oyning 5 kuni bu uyg'urlar uchun bir muhim kun
u nima desanglar 1990 yılı 4. ayındaki 5. günü Aqtu nayisining Barin yezisida qo'mondan Zaydin Yusuf boshlig'ida Sharq Turkistonni tajovuzchi Xitoyniki mustamlikasidan qutuldirib, Xitoy kommunist hokimiyatini ag'dirib tashlab, mustaqil Sharq Turkiston jumhuriyati qurib chiqish maqsadida qurolli inqilob boshlangan. Shuniki 35 yillik xotir kuni bo'ldi degan bir qism joylarda Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur xalqi chet eldagi shu munosabat bilan xotirash faoliyati o'tkazdi. Andan keyin yana bir xabar, Yaponiyadagi g'ayratkanji inimiz burun vatanda bor, ammo keyin taqilib ketgan torbatlarini qutuldirib olish ishini davomlashtirib o'tibdi. Hozirga qadar yaqinda yana bir qism yangi torbatlar qo'shilibdi qutqizib olgan torbatlarining tizimligiga. Hozir torbatlarning jami soni 275 bo'libdi. 275. Men shu torbatlarning ko'rib bo'lgan tor adresini shu videoning ostiga chiqarib qo'yaman. Shu yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Andan keyin yana bir xabar, Turkiyadagi Mehmet Emin Hazrat akamizniki 4-kitobi chiqdi. 4-kitobining ismi Sharqiy Turkiston. Sukut ichiga ko'milib qolgan irqiy qirg'inchilik degan kitob inglizcha chiqibdi. Bu 4-kitob. Hozir Google Play'da bor ekan. Amazon'dan tekshirib baktım, Amazon'da chiqmabdi, lekin Google Play'da bor ekan. Shuni qiziqgan qarindoshlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Bugungi so'zlagan 3-mazmun, ham asosliroq mazmun shu. Amerika haqida. Hozir hammamizningki xabarda bor. Shu haftaniki 2-kuni, 4-ayning 2-kuni. Trump 60 necha davlatga qarata savdo beji e'lon qildi. E'lon qilib, shu kunni Amerikaniki iqtisodiy ozodlik kuni deb atadi Oqsaroyning oldida. Atab shuning bilan shundan keyin hozir dunyo bo'yicha, Amerikami bor, dunyo bo'yicha biroz o'ngtay bo'lgan ahvollar yuz beryapti. Butun yerda ahvol intayin bir jiddiy tusga kirib hozir ashtaq bo'lib ketib bordi. Aslida bu ahvollarni tushunish uchun bir qator cho'ng manzillar bor, shuni tushunish kerakdi. Men aslida degan sizlar shuni so'zlab beray deb o'ylasam, uning qaragan chog'da hozirgi bir qism konkret ishlarni qanday tushunsa bo'ladi. Masal muhimroq bo'lib qoldi. Shunga mushqitimki Trumpning qilgan ishi zodi qanday ish. Ash to'g'riliq azroq ma'lumot beray deb qoldim. Keyingi cho'ng manzilni ko'radigan ishlarni, mazmunlarni men keyingi videolarga qo'yib qoldiraman. Uni ammo chuqur so'zlab beraman sizlarga. Bugun zodi mushqitim zodi nemish bo'ldi, nemishqa bo'ldi degan masala to'g'riliq o'zimniki tushunchalarni biroz xulosalab beray sizlarga. Endi dastlabdan deb qo'ydiganim Trump hukumatiniki bu qatim o'tirib chiqqan siyosatlari asosan Xitoyga zarba berishni tub maqsad qilgan. Keyin buni tushundiraman. Endi u yolg'izligi butun dunyoniki iqtisodiy qurilmasini buzib tashlab qolmay, eng muhimi Xitoyni vayron qiladigan bir siyosat bu. Ba'zi analistlarning deyishicha, Xitoyda cho'ng siyosiy davolg'ish paydo qilishi shu Trumpniki yangi siyosati. Xi Jinping iqtisodiy zarbiga taqobil qilolmay, natijada Xitoy Kompartiya hokimiyati shu bu yilning ichida o'rilib ketishi mumkin deb qarayotdi. Buni deb qarayotganlar ichida Xitoy analistlarim bor, g'arblik analistlar bor. Shu haftaning 2-kuni shu bajni e'lon qilish murosimida Trump bir jadvalni ko'rsatdi. Men shularni sizlarga qisqacha ko'rsatib qo'yay.
Bu naytı bir dağlık resim bo'lib ketdi. Onu medialarda bor, müştaq qaysi davlatga qanchalik boj qo'shganligi haqida müştaq narsalarni chiqadi. Bunniki Trumpniki bu qatim müştaq 60 necha davlatga savdo beji qo'shishdagi sabab boshqa davlatlar uzun vaqtdan buyon Amerikadan import qiladigan mallarga yuqori boj qo'shib kelgan. Masalan, Vietnam 90%, Tayland 72%, Xitoy 67%, Koreya 50%, müştaq qo'shib kelgan hozir qadar. Mana bir qancha misollari. Endi Trump bu qatim qanday qildi desanglar, Trump aşı davlatlar Amerikaga qo'shgan bojning yerimini qo'shaman dedi. Masalan, Vietnamga 45%, Taylandga 36%, Xitoyga 34%, Koreyaga 25%, müştaq. Yüz emas. Sen bana 100% boj qo'shgan bo'lsang, men sana 50% qo'shaman deb ma'nosini e'lon qildi. Mesela bunun için Xitayga yanına qo'shgan boj 34%. Bunun sebep 34% bo'ldi. Nimishqa desa, Xitoy Amerikaning mallarga qo'shgan boj 68%, 67% hozir qadar. Shuni yerimi 34%. Endi Xitoyga qo'shilgan boj mushuni bu qator biz qo'shilgan vaqtida jami 74% bo'ldi deydi. Bu qanday kelgan san desanglar, Trump'niki oldin qatam prezident bo'lgan vaqtda va undan keyin Biden ikkisi qo'shilib Xitoyga qo'shgan boj 20%. Trump yaqinda yana 20%ni qo'shdi. Shu fentanyl qatorliq shu zahar chekimlikni to'xtatgan deb. Bu qatam yana 34%ni qo'shilganligini e'lon qildi. Ashtaqda shuning hamini qo'shsa Xitoyga qo'shilgan boj 74% bo'ldi. Ammo Xitoy o'ziniki yaqin do'stlariga unchalik qo'shmadi. Masalan, Yevropa birlashmasiga 10% qo'shdi. Endi mushu boylarniki bushaq bojlarni qo'shish sababidan Amerikaga keladigan foyda 6 trillion dollar bo'ladi deb faraz qilinyapti hozir. Endi Trump mushaq chet eldan kiradigan mallarga boj qo'shib, andan keyin Amerikaliklarniki kirim bejini tuvallatib, shu orqali butun Amerika fuqarosiga bu siyosatniki foydasini ko'rsatmoqchi. Endi hozir xalqaralashish, globalization deydi. Mushu ish yuz bergili 20 yildan oshdi hozir. Mushu 20 yildan ko'proq vaqtga agar diqqat qilsanglar, asosan boshqa davlatlarniki Amerikadan foydalanish, Amerikadan bo'zaq qilishdak ahvol bor. Amaliyotda bunday ahvol Ikkinchi Dünya Urushidan keyin boshlangan. Agar Ikkinchi Dünya Urushidan 1945-yildan boshlab hisoblasak, hozir 80 yil bo'ldi buningga. Bu dunyovilashish, globalization deganni ayni vaqtda prezident Clinton boshlagan. Shunday keyin Amerikani intayin bir nachar o'rin qo'yib qo'ydi. Xitoy 2000 yili dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lib kirdi. Shundan keyin butun xalqaro kelishim, qoida hech qanday narsaga amal qilmay foydalagan tushlarning hammasi kirib foydalab degandek Xitoy bugungidek samirib oldi. Endi hozir Trumpniki qilmoqchi bo'lgani mushta ahvollarni tuzitish. Shu tuzitish, lekin buningga noyatijiq kishilar hozir qo'shil emas. Qo'shil emas, Amerikada hozir nurg'un ishlar bo'lyotdi. Bo'libmi hozirgi demokratlarniki mush Trump siyosati haqida qilayotgan ishlariga, qilayotgan so'zlariga qarasanglar, odam ko'ziga ishongiz kelmaydi. Amerikada taraqqiga alladimi? Mushtaq insonlar bor ekan deb. Undan insonlar bor emas. Soni xili ko'p. Oqaqida namoyishlar bo'lyotdi deganmi? Butun Amerika miqyosida Trumpga qarshi namoyish bo'ldi ekan. O'tgan hafta Tesla'ga qarshi 37 shtatda namoyish bo'ldi. Mushtaq ishlar bo'lyotdi. Endi mushu dunyolashish jarayonida
Amerika Xitoyga intayin cho'ng yordam qildi iqtisodiy jihatdan. Endi shunga bu qatim Trumpniki yangi siyosatida Xitoy birinchi nishon, Amerika siyosatidagi birinchi nishon bo'lyotdi. Xitoy shu 20 yilning mobaynida o'ziniki nurg'un zavodlarni jiq ko'plagan kambag'al davlatlarga yo'tkib oldi. Bulutmu Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida abatini tilga olgan shu Tayland, Vyetnam, Kamboja, Laos degandek. Endi hozirgi masala nima desa, agar Amerika yolg'iz Xitoyni ham jazolasa, shu savdo beji orqali Xitoyni to'xtatmaydi. Sababi nima desa, hozir Amerikaga Xitoydan bevosita kelayotgan mallarniki miqdori Xitoy zavodlaridan kelayotgan umumiy mallarniki miqdoridan faqat bir qismini egallaydi. Qolganlari butunlay boshqa davlatlarga tarqalib ketgan. Masalan, Xitoy shu Amerikadan yendiki Kanada bilan Meksikaga jiq zavodlarni quryapti hozir. Bulutmu shu fentanyl degan zaharli chekimlikni ishlab chiqaradigan, andan avtomobil, mashinaniki zapchastini ishlab chiqaradigan zavodlar. Bu zavodlarni ishlab chiqarib, boshqa kambag'al davlatlarga qurib olib, uning mollariga hammasiga made in China demaydi, Xitoyda yasaldi emas, Vyetnamda yasaldi, Taylandda yasaldi, Meksikada yasaldi, Kanadada yasaldi degan markalarni choplab Amerikaga kirgizib. Shundoq bo'lg'achqa, hozir endi Amerika Xitoyga taqobil turman desa, bu yangi siyosatni butun dunyoga tanglab chiqarmasa bo'lmaydigan holatga qoldi. Shunga bu qatim 60 necha davlatga bosh qo'shishligi tip sabab shu. Aslidagi nishoni Amerikaning Xitoy. Albatta, bir qism davlatlarnikimi, albatta men degandek Vyetnamniki Amerika mallari 90% bosh qo'shib bo'lishi, Kanadaning Amerika mallari qo'shgan bejinta yuqori. Ular ishini taqib oldi Amerikaga qarta. Amerika'nın mallarını kirgizmeydi. Ama Amerika'ga nait köp mallarını kirgizdi. İşte bu başka ötkendim sayı dep geldim. Amerika'nınki nimisi qarzı bek köpeyip ketdi. Hazır 36 trilyon dolardan köp. Amerika'nınki müş qarzı to'laydigan yıllık pul ösümü lan 1 trilyon 150 milyar dolardan jiq. Amerika'nınki devlet müdafiasiga xarjlaydigan pulsi hozir yillik hamchuti 850 milyard atrofida. Qarzi to'laydigan pul devlet müdafiasining pulidan ko'p hozir. Ashta bir ahvol bor. Shunga bu qatimki Amerika'nınki bu bosh qo'shgan davlatlari Amerikaga mal setish jihatda ko'k raqami bor. Ko'k raqam bor davlatlar va Xitoyning shirkatlari bor davlatlar. Mushlarga bosh qo'shdi bu qatim asosan. Ashtaq qilmagan chaqda hozir bu Xitoy masalasini hal qilishga boshqa chorasi qolmadi. Nimeniki Amerikaniki mush qatim Xitoyga bajda eng cho'ng qo'shki sababim shu. Xitoy tüp nishon bo'lganligi uchun hozir 74%ga chiqdi. Endi mushu siyosatning natijasi nima bo'ldi desa, Xitoy hozirga qadar barpo qilib olgan butun dunyoni o'ziniki azon mollari bilan ta'minlash shu sistemasi yiqiladi. Andikin Xitoyniki yine ko'plagan shirkatlari nima bo'lib ketishi mumkin, taqib ketish, vayron bo'lib ketishi mumkin. Yaqinda Trump qilgan yana bir ish, Trump Xitoy, Hong Kong va Makoniki kichik pochtadan mandırdıgan mallarının bejini ko'tarib siyosatini bekor qilyapti. Bu nima ekan desanglar, hozirga qadar Amerika Xitoydan kelgan $800 az, qiymati $8, bahası $8dan tuvan mallarga bajarmay ekandik. Ashta qo'g'ashqa Amerika va butun Yevropani Xitoyniki azam mallari besib ketdi.
bir qism qarindoshlarning xabari bor bu ishdan. Hozir Xitoyniki ikki cho'ng tor shirkati bor. Birisi Temu, birisi Shein degan. Bularning narxi intayin arzon. Masalanga ulardan bir oyoq olsanglar $5, $10 degandek shunchalik arzon. Bular intayin ko'p setyotdi Amerikaga, Yevropaga shuni atab o'ylayman. O'tgan Yevropadagilar namoyish qilgan bu vaqtda. Endi bu narsaga bajamaydi ekan. Bajamaydi ekan Amerikada chiqqan oyoqni olsangiz boj to'laysiz unga. Masalan, hozir Kaliforniyada soda beji 9,25. Biz nima olsak ashta boj to'laymiz. Lekin Xitoydan kelgan molga bajamaydi ekan. Ashta ho'adikin Xitoyniki meli intayin arzon naydi jih mollarni setib Amerikaning bozorini baholashtirib atgan ahvol. Şu bu ahvalının tüzüş için men degan $800 tüven bahadaki mallarga bajamaymiz degan siyosat amaldan qaldırıb atdı. Hem de bunu dikin Xitoydan ashta kelgan mallarga 12 bazı bilan $35 seliştirib, qasi yuqori bo'lsa shuni oldigan bo'ldi. Masalan, Xitoy Amerikaga burun $10lik oyoq to'play kirgizgan bo'lsa, u $10 sotdi miyada, paydını Xitoy oladi. Hozir Amerika onunğa $35 baj qo'shtirgan bo'ldi. İşte bu chaqda Xitoyniki $10lik oyoqi $45 bo'lgan gap. Şunu haqlaq Xitoynikini olmay Amerikaning $30lik oyog'ini oldigan bo'ladi. Bu bir oddiy uqum endi. Mana bir ahvol o'tirg'i yo'l qo'yildi. Lekin Amerikani Xitoyniki degan temir plat mahsulotlarga 25% boj qo'shilgan bo'ldi. Xitoyniki mashinasiga 100% boj qo'shilgan bo'ldi. Hozir şu bütün dünyada bir yerden bir yerga mal to'shayotgan cho'ng yük to'shuvchi parxutlar. Maş parxutlarniki 50%, tang yarmi Xitoyda yasalgan ekan. Xitoyda yasalgan ekan, shunga Xitoygami mushayatimi biraz jazo berish uchun Trump hukumati buningdan keyin Amerikaniki har qanday portlarda to'xtagan Xitoyniki parxutlardan har qatim to'xtaganda $1 million pul oldigan bo'ldi. Bir parxutda $1 million bir qatim to'xtagan vaqtida. Bu yerdagi maqsad nima desa, Xitoyniki parxut to'shish sanoatiniki butun dunyoni egallab ketgan ma'afani o'zgartirish. Endi Amerikaniki yo'l qo'ygan shu siyosatlari Xitoyga mundaq 3 cho'ng jihatda qattiq zarba berdi. Bu 3 cho'ng narsa nima desanglar, hozir Xitoyni samirtayotgan 3 narsa shu. Aslında hammasiga qattiq zarba berdi. Uning birinchisi chet eldan kiradigan mablag'. Xitoyga chet eldan kiradigan mablag'. Buningdan hammamizning xabari bor. Yaqinki 20-30 yilning mobaynida bütün dünya Xitoy mablag' soldi. Mablag' soldi, ashuna bilan Xitoyda zavodlar ko'plab qurilib, bu azan mollari bilan boshqa chet el, Yevropa, Amerika o'shaniki bütün yeni san'atni vayron qilyapti. Xitoyda xizmat shunaqchiq, ashta bir oltin davri bo'ldi bularniki. Aniq davlatniki kirim shunaqa eshib ketdi. Shunga Xitoylar bütün odamlarga ho'kiraydigan, mushatadigan bo'lib ketdi. Endi bu qatimki soda beji mushu ahvolga xotim berdi. Hozir endi Xitoydan Amerikaga va boshqa davlatlarga chiqadigan mallarga ko'p miqdordagi boj qo'shilgandan keyin Xitoydan meli sotilmaydi. Sotilmagandan keyin chet ellar, g'arblar Xitoyga mablag' solishni to'xtatdi. Bu birinchi cho'ng ta'siri. Ikkinchisi xaridorlar, iste'mol. Hozir Xitoyda bütün Xitoy fuqarosi pul xarjlashdan dahshat qo'rqadigan bo'lib ketdi. Yaqinda videolar chiqyapti. Xitoyniki bozorlari. Hozir Shanxayniki Nanjing ko'chasidagi bir videosini ko'rdim men. Shanxayniki Nanjing ko'chasi men 1983-yili Shanxayda o'qiyotgan vaqtimdami
shunchalik odam qinqim ashtaq bir ko'chdi bu. Bundan 50 yil burun. Ashtaq bir ko'chdi. Bu yaqinqi 20-30 yilning mobaynida u ko'chalar texmi shunchalik bozorlashib ketgan ashtaq ahvol. Lekin hozir bo'lsanglar odam yo'q. Jin bozoriga o'xshab qolgan ashtaq bir ahvollarni ko'rdim videoda. Demak, hozir Xitoylarniki kelgusi aniq bo'lmagandan keyin hozir hammadan andishaga tushib pul xarjlamaydigan bir holatga kirib qoldi. Bu ahvol bizning vatanda ham shundoq. O'tganda Urumchiniki necha savdo saroylaridagi ko'rinishlarni ko'rganman videoda odam yo'q. Nurg'un do'konlarga hech kim do'konlarni ijaraga olmagan, malmi yo'q. Bozor qop-quruq ahvollar og'ir. Shunga ikkinchi cho'ng zarba Xitoydagi iste'molga og'ir zarba berdi bu ish ahvol. Üçüncüsü chet el savdosi, import eksport savdosi. Hozir endi Xitoyga 74% bosh qo'shqani uchun bundan keyin Xitoyniki boshqa davlatlarga, boshqa davlat Amerikaga va boshqa davlatlar orqali Amerikaga qiladigan eksport ishlariga qattiq ta'sir ko'rsatdi bu. Shuning bilan eksport ishlari mu cho'ng zarbaga uchraydi. Xitoyniki davlat kirimi tuvalisa, uniki hozir muqimlikni saqlash uchun jiq pul xarjlaydi Xitoy. Muqimlik uchun xarjlagan puli harbiy uchun xarjlagan, davlat mudofaasiga xarjlagan pulsidan ko'p hozir. Ashta bo'lgandan keyin bu ishlar mumkin bo'lmay, shu orqali Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki hukmronlik o'rnini tavraydi degan gap. Andan keyin boshqa nurg'un davlatlar Amerikaniki savdo bejidan qutulish uchun zavodlarni Amerikaga kelib, Amerikaga o'tkazdi. Agar bu narsalarni burun boshqa yerda ishlab chiqargan narsalarni Amerikaga kirgan chog'da unga cho'ng boj qo'shilgandan keyin o zavodlarni agar Amerikaga kelib, Amerikada qursa, bojdan qutuldi degan gap. Ashtan bilan nurg'un zavodlar Amerikaga ko'chib kelishga boshlaydi. Bu ishni Xitoy qila olmaydi. Masalan, Xitoy o'zining zavodini Amerikaga ko'chirib kelolmaydi. Sababi nima desa, bu yerda Amerikaning bir qism cheklovlardan qo'yishi bir narsa, yana bir narsa Xitoy o'ziniki zavodlariniki sirtqa chiqishni qattiq cheklaydi, bu Amerikaga chiqishini. U chiqadi degan gap, mablag'i chiqadi degan gap, shu bu ishni qattiq cheklaydi, shunga bu yo'l Xitoyga uchiq emas. Shunday qilib Amerikaniki hozir qo'shgan bojlari Vyetnamga 46%, Kambojaga 49%, Laosga 48%, Burmaga 44%, Sri Lankaga 44%, Taylandga 36%. Ana bu davlatlarga qarasanglar, bu davlatlarning hammasi Xitoyning atrofidagi davlatlar. Xitoy bu davlatlarga nurg'un zavodlarni yuzib olgan. Hozir endi Amerika bu davlatlarga qo'shgan boj qo'yish orqali Xitoyni cheklamoqchi. Andi Amerika degan davlatlarniki yamir qog'ash nima desanglar, Amerikadan kiradigan malga intayin eg'ir boj ilib, andan keyin mallarni Xitoydan ilib, uningga baho qo'shib Amerikaga setish mustaqbalidagi eg'ir bo'lib kelgan hozir. Hozir qadar Amerika shunga bu qatim bu ishlarni butunlay to'xtatmoqchi. Masalanga hozir agar Amerika Xitoyga 24% boj qo'shdi, ammo hozir qadar Vyetnam Amerikaga qaran 5% boj to'layotgandik. Shunga Vyetnam masalan bir o'yinchiqni misolga olsak, Vyetnam o'yinchiqni Xitoydan akirib, uninga o'zining markasini chaplab Amerikaga satsa, shuncha foyda ketadi. Amerikadan oldigan bejaran 5% bo'lganligi uchun. Xitoy shu 2000-yili dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin intayin jiq foyda ketdi. Yaqinqi yillardagi Xitoyniki ko'k raqami 2 trillion dollarga. 2 trillion dollar. Ya'ni
Xitoyniki chet elga eksport qilgan meliniki pul miqdori import qilgan meliniki pul miqdoridan 2 trillion dollar ko'pga. Ashta payda ketdi yaqinda. Endi mushu ko'k raqam nima bo'ldi desanglar, mushu ko'k raqam Xitoyda 200 million xizmat barpo qilib bergan. 2 trillion dollar 200 million xizmat barpo qilib bergan. Bu qatam endi mushu Amerikada yanada qo'shgan savdo beji bilan bu ishlar to'xtaydi endi. Endi yana bir savol bor bu yerda. Bu qatamki mushu tarifda boj qo'shishlar nima uchun Shimoliy Koreya, Rossiya, Belorussiya va Iran yo'q degan bir savol bor. Ularningki yo'q bo'lishi Amerika bu davlatlarga embargo qo'yayotgani uzun yillar bo'lib ketdi. U davlatlar bilan hech qanday savdo qilmaydi. Shunga savdo qilmagan davlatlarga savdo beji qo'shamaydi degan gap. Shimoliy Koreya, Rossiya, Belorussiya va Iran qator davlatlar. Bu qatam ko'rinishda shu savdo bejini qo'shgan chog'da Trump do'st dushmanlarni ideologiya bo'yicha ayirmagandek ko'rinadi. O'shlarda ko'rindi. Amaliyotda bo'lsa unchalar emas. Albatta masalan degandek Yevropaga oran 10% qo'shdi. O'tganda Meksiko bilan Kanadaga 25% dan qo'shgan. Bu qatim ularga yangidan boj qo'shmadi. Shunga ahvol mushtarak. Ondan keyin bu qatim Trump hukumatiniki boj qo'shish ishida qo'llangan bir oddiy matematikalik usuli bor. U nima desanglar, masalan, bir misol orqali tushuntirib qo'yay. Tayvan alayli. Tayvan 2024-yili Amerika bilan qilgan savdo miqdori 116 milyard 200 million ekan. Jami savdo miqdori. Bunun ichidagi Tayvanniki qizil ko'k raqami 73 milyard 300 million. Ya'ni Amerikaga 73 milyard malni ko'proq satgan, Amerikadan olgan mallar qaragan chog'da. Ashta qilib 70 milyard dollar ko'k raqam bo'lgan. Endi 73 milyardni 116 milyardga bo'lsanglar, bu 64% bo'ldi. 64%. Ya'ni Tayvanniki yeşil raqaminiki miqdori umumiy savdo miqdoriniki 64% ga to'g'ri kelgan. Shunga Trump Tayvanga 32% boj qo'shdi. Avu nisbatniki yerimi 32% boj qo'shdi. Shunga bu qatimki bojlarni hisoblash usuli shu, oddiy formula bor, ammo qarasanglar adolatli unda bir masala yo'q deb o'ylayman men. Endi mushta ahvolda Tayvanniki qanday chiqish yo'li bor? Mush masalani o'zgartirish uchun desanglar, Amerikadan mashina, tabiiy gaz va qurol-yarog'ni ko'proq sotib olish. Shu orqali Amerikaniki qizil raqamini yo'q qilish. Bu yerdagi butun bu savdo bejiniki maqsadi Amerikaniki qizil raqamini yo'q qilish. Shuni ko'rsatyotdi. Baravar bo'lish boshqalar bilan. Savdoni tamponlash. Mushlarning ichida faqatlam Xitoyga boshqacha yo'l tutyotdi. Qolganlar bo'lsa abakidek ashtaq bir usul bilan shu siyosatni qo'llanayotdi. Trump bu qatim 60 davlatga savdo beji qo'shilganligini e'lon qilgandan keyin bir qism davlatlar Amerikaga qaratgan savdo bojlarini bekor qilganligini e'lon qildi. Masalan, Isroiliya, Argentina, Vyetnam. Bu davlatlar bundan keyin Amerika mallariga hech qanday boj qo'shmaymiz. Burungi bojlarni hammasini bekor qilamiz deb e'lon qildi. Ondan keyin Kanada, Meksiko, Avstraliya, Yaponiya, Hindiston, Koreya, Angliya qator davlatlar Amerika bilan qarshilashmaydiganligini bildirdi. Amerika qaratgan boj siyosatini tanishadigan bo'ldi bular. Biz bundan keyin tanishaymiz. Ammo Amerika bilan tepishmaymiz, tutishmaymiz degan gaplarni qildi. O'ch olganligini, intiqom olganligini bildirganlar Germaniya, Fransiya, Yevropa va Xitoy. Bulupmu tünögün Amerikadaki çoğun payçaq bazarlarındaki bütün payçaqniki bazı
bir kunda 5% tushib ketdi. 5% tushib ketdi. Buning sababi nima desanglar, oldingi kun shu juma kuniki Amerika juma kuni bo'lgan vaqtdan burun Xitoy bütün Amerika mallarına 34% baş qo'shilganligini e'lon qildi. Amerikaga o'xshash. Bu qatim Trump yangidan qo'shgan baş 34% Xitoy qarta. Xitoy bizim 34% baş qo'shimiz degan narsani e'lon qildi. Aslında bu tunugun nimaga paychak bozoriga intayin qattiq ta'sir qildi. Bulupmu Xitoyniki rezilligi nada desanglar, bu qatim shu Trump'ni qo'llaydigan bir qism shtatlardan Xitoyga kirayotgan mallarni hammasini 100% to'xtatamiz debdi bular. Trump'dan shu orqali o'ch olamiz, intiqom olamiz deb. Trump'ni qo'llaydigan qizil shtatlar, jumlachilarning shtati. Ashnamodan bozor bo'lgan ta'siri bek cho'ng bo'lib ketdi. Andaki Xitoyniki maqsadi hozir o'zi Amerika qarta jang e'lon qilib, andan dunyodagi Amerika qarshi boshqa davlatlar bilan birlashib, bundan Xitoy Amerikaga taqobil turish. Ularga g'arzimiz shu, lekin amaliyotda bu ish amalga oshmaydi. Xitoyniki qo'lidagi tadbirlar, qo'llanilgan tadbirlar intayin oz Amerikaga sesh turgan chog'da, shunga analistlar bu narsa ishlamaydi deb qarayotdi. İşlemeydi, yanılab Xitoy mag'lub bo'ladi. Xitoy mag'lub bo'lib, Xitoyning kompartiya hokimiyatimi bu yillarni yiqilishi mumkin degan gaplar o'tirib chiqyapti. Bu yerdagi bir cho'ng narsa haqiqat nima desanglar, Amerika Xitoydan mal olmay turib yashayolmaydi. Lekin Xitoy Amerikaga mal chiqarmay yashayolmaydi. Mal chiqarmay yashayolmaydi, Amerikadan mal olmay yashayolmaydi. Bo'libmi shu yemaklik hujjatlarda Amerikadan olgan nurun asir vaqtdayniki. Bo'lmasa o'zining jini o'zi boqolmaydigan. Shunga bu Xitoyning tutgan hozirgi yo'li faqatlamkin cho'ng xatolik deb qaradi turgan Trumpmi Twitterga bir narsa yozib turmuş haqda. Xitoy intayin cho'ng xato o'tkazdi deb. Endi men biroz xush bo'ldim bunga. Nima ish qilsanglar, biz Uyg'urlar Xitoyni bek bildik. Bu Xitoy hukumatiniki naqadar rezil, nejis bir hokimiyat ekanligini obdan bildik. Dunyo bilmaydi. Biz qaqshig'ildi 70 yilni eshib ketdi. Ama dünya tushunmaydi Xitoyni. Hozir nayti obdan tushundi bu qatim. Maişi texmi yaxshi tushundirdi Xitoyni. Xitoyning zoti qandaq bir hokimiyat ekanligini. Shunga bundan keyin bizga foydali yangi narsa kelib chiqdi deb o'ylayman. Hozir xalqaro matbuotlarda dunyoda bo'layotgan qiziq paranglar ichida Uyg'urcha tilga ilinmaydi hozir. Lekin shu g'arb ellardagi bo'layotgan har qanday paranglarga qarasanglar, hammasi Xitoyni o'g'ri, yiligar degan gaplarni hech qanday qoida tuzumga bo'ysunmaydi, foydalanishni o'ylaydi degan narsalarni hozir hammalarni deydigan bo'lib ketdi. Dunyo bu ishni biroz ko'ryapti. Ashta bo'g'ashqa bundan keyin Xitoyning kuni tas bizga foydali ishlar ko'plab chiqdi deb o'ylayman. Endi nurg'un kishilar shu yaqinda bo'layotgan ishlarga muomala qilgan chog'da Trumpni tilayotdi. Bu siyosatimiz Trump chiqadi deb. Haqiqatdanmi agar Trump tasdiqlamasa bu siyosatlar o'tirib chiqmaydi, lekin bu qatim Trump prezident bo'lib saylangandan keyin bu hozir bir cho'ng qo'shin aql amri qo'shiniga tayintirib ish qilyotdi. Trumpning o'zida chiqmayotdi bu ishlar. Trump'da bir qism ideyalar bor burun, lekin bularni qarshi siyosatni qanday tarqida o'tirib chiqarish, bu ishlarni o'ziniki shu aqliy ambarninki odamlarni o'tkazyotdi Trump. Shunga bu yolg'iz bir odamning ishi emas. Buni bir eslatib qo'yay dedim. Shu oldingi 2 kun ichida Amerikaniki paychak bozorida paychaklarning qiymati 10% dan jiroq tushib ketdi. Hozirgi shu paychakniki qiymatidagi ziyon, 2 kunlik ziyon
3 trilyon dollardan ko'proq bo'lib ketdi hozir. Ondan keyin Trump'daki yaqında o'tirib chiqargan yana bir siyosati Trump hukumatiniki. Shu Xitoyda xizmat o'tayotgan Amerikaniki barliq ayol amaldorlarning Amerikalik Xitoy ish qilayotgan Amerikalik amaldorlarniki har qanday Xitoylar bilan ayollik munosabat qilishni butunlay cheklayapti. Buni qilib bo'lmaydi deb, hatto kafe ichsin bo'lmaydi do'konlarga kelib billadi. Masalan, Amerikaning xodimlari Xitoy ayollari bilan kafe ichsin bo'lmaydi deb mana bir siyosatni chiqardi yaqinda. Buni men sizlarga o'zlab keldim, men bilasizlar, Xitoyniki chet el hukumat, chet eldagi ta'sir bor odamlarni qo'lga tushirish taktikasi. Birinchisi qiz, ayol, ikkinchisi pul, yaqinda buni uchinchisi qo'shildi. U nima desa, ichki a'zo. Odamlarning ichki a'zosi. Mushlarni birish orqali ularni qo'lga tushirilib, keyin zurur bo'lganda ularni ishga soldigan. Musha siyosatni qo'llanib kelgan Amerika amdaran tushunganda qildi bu ishni. Tushunganda qildi. Hozir shu abatman degan Demokratik partiya bilan Cumhuriyetçi partiya, ikki partiyaning o'rtasidagi ishlar. Bularniki bir-birisiga qilayotgan gap so'zlari ki anlasanlar odamniki quluqiga ko'zga ishongiz kelmaydi. İnsanlarniki nejisligiga mush ahvollar qanday yuz berdi desanglar, mush Xitoyniki necha 10 yillik sinib kirishning ta'siri bu. Wang Huning degan bir Xitoy bor. Hozir siyosiy nima xalq qurultiyi emas, siyosiy kengashniki boshlig'i, birinchi qo'l boshlig'i, undan keyin markaziy hukumatniki chang'isi, dami a'zosi edi. Mushu Xitoy Amerikaga kelib 2 oydak tashirib, keyin qaytib borgandan keyin bir kitob yozgan, qanday qilib Amerikaga taqabul to'g'riliq. Uniki degan chiqargan siyosati Amerikalarning qo'li bilan vayron qilib o'tish. Hozir shu Amerikada yuz berayotgan nurg'un ishlar dal shu siyosatniki natijasi deb o'ylayman men. Buni Amerikalar tuymayotdi, lekin bular uzun muddat sinib kirib, shu obatningda Xitoyga bag'alarga payda berib, bir qiz, pul, ichki organ degan narsalarni qo'lga tushirib, butun Xitoy uchun xizmat qiladigan, Xitoy manfaati uchun xizmat qiladigan qivitib bu odamlarni hozir endi dunyoni intanji qilayotgan qilyapti bular. Yalnız Amerika'da emas, Yevropada shu Amerika hozir nima bir narsani endi his qilganda qildi. Ana yaqinda chiqqan yana bir gap, Trump haqiqatdanmi Trump yana prezident bo'ldi ekan degan gaplar bor. Bu jihatda Amerikaniki Trumpniki ba'zi advokatlari bu jihatda ancha gaplarni qilib soldi yaqinda. Shunday qilib bo'ldi deb. Buniki Trumpga foydasi ancha yaxshi bo'lmadi. Zaten qanday bo'ldi kim bilamiz, lekin mana bir gap chiqyapti o'tirgan. Trump haqiqatdan o'zi prezident bo'ldi degan. Ondan keyin yana bir yangilik yaqinda chiqqan. Amerikadagi Tennessee shtatida bir qonun o'tirib chiqadi. U qonun nima desa, Xitoydagi ichki a'zo operatsiyasi bilan munosabatlik yoki Xitoyga berib Xitoyda ichki a'zosini almashtirgan kishilarniki medical bill deymiz, shu davolanish rasxutini Amerikaniki sug'urta shirkatlari ko'tarmaydi bu deganda. Bu yoki maqsad Xitoyniki ichki a'zo setish savdosini to'sash endi. Yana bir gap yaqinda chiqqan. Bu yil 5-oyda Elon Musk Trump'dan ayrıldı ekan, ikisi o'tirsiz diye tushibdi degan gaplar chiqdi. Bu butunlay yolg'on gap. Bu ishlardan bundan aralanmagan bir daraja gap qoldi. Sababi nima desanglar, Elon Musk intan jiqsiyan tatdi yaqin yoqi. Amerikani o'ngshayman deb. Agar hozir Elon Musk bilan Trump ikkisi davomli bilishmaydigan, har ikkisiga cho'ng ziyon bo'lib ketadi. Ikkisi cho'ng ziyon bo'lib ketadi. O'zininki bexatarligiga kafolat qilmasligi mumkin bo'lib Elon Musk masalanga. Ashta boshqa Trumpmi do'stligiga xayl qiladigan odam emas. Bu ishlarniki munosabati undan uzilmaydi. Gap yolg'on, ishlarni sanglar bo'ladi. Yaqinda Elon Musk bir gapni dedi.
mundaq dedi. Amerika bütün g'arbiy madaniyatini ko'tarib turayotgan Türk. Agar bu Türk yıkıldı ekan, bütün g'arb madaniyati yo'qaydi, yıkıldı. Bizga kelgan bir yo'l shu Türkni kuchaytirib, Amerikani kuchli holatda saqlab qolish. Shu orqali bütün insoniyat uzun muddat bir normal yaş holatda turish yoki bo'lmasa bütün dunyoniki vayronligini keltirib chiqarish. Mashaq bo'ladi. Shunga biz Amerikani kuchli saqlasak bo'lmaydi deydi. Men bu gapni bundab kelyapman sizlarga. Hozirgi ahvollar intayin ko'ngilsiz, lekin buni burun faraz qilib qo'ygan. Mana shu ishning bo'ldiganligini faraz qilib qo'ygan. Shunga hozir mayli Trump bo'lsin, Trumpning atrofidagilar bo'lsin, hozirgi bu ishlarning hammasi vaqtliq deyotdi, vaqtliq. Tez o'tib ketadi. Bu Trumpning o'zining deganimi, biz hozir bir operatsiyada deydi. Hozir operatsiya qilinyapmiz, shunga qattiq og'riydi badanimiz, lekin operatsiya tugab kesilmasa qolgandan keyin biz burunqidan kuch qilib ketamiz deb deydi. Bu gaplarga men ishonaman. Hozirgi bu ahvollar hammasi vaqtliq. Balki necha kun mobaynidagi paychak bozoriniki tushib ketishi. Buniki Amerikaning amaliy iqtisodiy ahvoli bilan hech qanday munosabati yo'q. Amerikaning shirkatlari endi shunday yaxshi menyapti. Tunögün Amerikadaki yeni qo'shilgan xizmatlarning soni e'lon qilindi. Aslida 170 mingdak üstüdü deptiken xizmatni 3. ayda. Ameliyatda 220 mingdak yeni xizmat chiqibdi Amerikada. Iqtisodiy asosida o'zgarish yo'q. Faqatlam hozir aniqsizlik. Zodi dunyo qayerga mangdi degan bir xil aniqsizlik bo'lgani uchun stok nima? Paychak bozorining qiymati tushib ketib bordi. Bu paychak bozori aniqsizlikni yaxshi ko'rmaydi. Aniqsizliklar paydo bo'ldi ekan, haqlar paychakni setib pulni olib qochadi yaroq. Shunday kelib chiqyapti maosh. Lekin uzun muddatli o'ylagan chog'da uncha ko'p ta'sir qilib ketmaydi. Mana shuni o'ylayman. Yaqinqi yana bir yangilik, Trump bir oltin kart degan bir narsani chiqardi. Uni nima desanglar, Amerikaga kelib garajdan bo'laman degan odam agar 5 million pul to'lasa, bir oltin kartning birini beramiz, shu vaqtda o'zlam Amerikaning garajdani bo'ldi degan narsani. Ashnasini chiqardi. Bu aslida Biden'niki yaqinqi 4 yil mobaynidagi chegarani ichib o'tish siyosatiga qarata qilingan bir ish. Biden chegarani ichib o'tib 4 yilda 15 milliondan jiq odam kirib ketdi Amerikaga. Shuning bilan bu Trumpning atrofidagilar biz bu ashta o'g'ri bulanchi, pashvoz, bosqinchilarni chegarani ichib kirgizgichilik, bu normal yo'lda kiradigan odamlarni biz normal yo'lda kirsak hamamdi deb shuni o'ylab chiqqan ma'ni. Men dastlabda 1 million deb olgandim. Keyin 5 million bo'lib, bir kart o'tirib chiqdi. Agar 5 million pulungiz bo'lsa, shu vaqtda o'zingizlar Amerikaga garajdan bo'la olasiz hozir. 3 kun shu kartni setib ekan, bir kun satdim, bir necha kun satdim uqmayman. Bir damdilamkin 10 ming kart setilib ketibdi Amerikada. 10 ming kart setildi degan gap 50 milliard dollar pul kirdi degan gap. Chegaradan burun 10 ming odam kirib bekorga kirdi. Hozir 10 ming odam kirdi ekan Amerikaga. 50 milliard dollar kirim bo'ldi Amerikaga. Aralmışda bir yo'l ochildi hozir Amerikaga. Amerikaning garajdani bo'ldigan. Buni yalqi pulni ba'slan kirildi degan deb o'ylab qolmanglar. Shu iltimos qilgandan keyin Amerika tekshirib bu odamning oq ko'rinishini. Bun jinoyat ishlarida shug'ullanganmi, qanday odam degan. Shu tekshirib bo'lib, agar durust odam bo'lsa, shu vaqtda o'zlamkin garajdan bermoqchi, kinishkini bermoqchi. Tiz buniki bijilish surati mana bir ish bo'ldi. Herhalde 5 million dollardan jiq puli bor kishilar uchun qulaylik bo'ldi. Shunga bir qancha kundan 10 ming setilib ketdi bundan. Yaqinda chiqqan yana bir qiziq gap, yangi gap. Zelenskiy shu Yevropadagi bir medialar bo'lgan suhbatda u deymi? Putin pat yaqinda o'ldi. Chuqum o'ldi bu. Yolg'on xabar emas deb bir narsani devatdi bu.
Endi hozircha burun Putin anda rak kasal ekan, o'ldi ekan degan gaplar jiq bo'lgan. Lekin bu gaplar pasayib qolgan yaqinda. Ma gap nima uchun tuyusli o'tirib chiqdi, uqilolmaydi. Nima asosi bor? Endi Zelenskiy Putinni qasdlab o'ldirmoqchimi? Qasdlab o'ldirib, uni qasdlab o'ldiradiganligi aniq bo'lgani uchun deyapti bu gapni. Yoki boshqa gapni bilmaymiz. Herhalde mushtaq bir gap o'tirib chiqdi. Putinni qasdlab o'ldirish ishlari bo'lyapti Rossiyadan shuncha. Yaqinda bir mashina portlatish bo'ldi. U Putin emas, Putinning bir yaqinining qizni o'ldi mashinada, mashina portlashda. Ashtalar bo'lyapti. Mushtaq bir gap chiqdi. Aniki yana bir yangilik Zelenskiy Amerika bilan bo'lgan kelishimda yana yenib oldi yaqinda. Aslida o'tganda Amerika shirkatlariniki Ukrainaga berib, az uchraydigan to'pa konlarini qizib, pul tepib, shu orqali bir qism pulni Amerikaga to'lash, qolgan pulni o'zi ishlatirish mashaq narsalarga ma'qul bo'lgan. Mashaq bir kelishim tuzgan bo'la, yaqinda Zelenskiy yenib oldi bu kelishimdan. Yenib olib, hozir bu ishlarga yana Ukrainaniki NATOga kirishini shart qilishdek bir ahvol tarafga qarab ketyapti hozir. Bu jihatda boshqa bir o'zgartish bo'ldi. Aniki yana bir ish, Putin bu yil Rossiyadan 160 ming odamni askarlikka olganligini e'lon qildi. 18 yoshdan 30 yoshgacha. O'tgan yil 130 mingni oldi ekan, bu yil 160 mingni oldi ekan. Bu nimadan darak berdi desanglar, Putinniki Amerika hozir hal qilmoqchi bo'lgan kelishim, Ukraina bilan kelishim tuzish ishiga hech qanday qiziqmaydiganligini bildirdi. Yaqinda Putinning o'tirib qo'ygan shartlarni o'tkazib dedim men. Hargiz egallangan yerlarni qaytarib berishdan asarmi yo'q. Shunga bu yerda kelishim orqali, suhbatlash orqali urushni to'xtatish imkoniyati bor degan emas. Butunlay bosh tarafga qarab ketyapti. Putinning bu yana 160 ming odamni askarga elishlikka sabab qarasanglar urushni davomlashtiraman degan narsadan darak berdi bu. Mushlar bir ahvol bo'ldi. Albatta, agar Putin o'lsa urush to'xtaydi. Hozirgi Rossiya Ukraina urushida nayt cho'ng rol o'ynayotgan bir omil Putinning mavjudligi. Putin ketib qolsa, urushni to'xtaydi deb o'ylayman. Yana bir narsani deb qo'ygim keldi. Yaqinda Amerika ovozi, Erkin Asar radiosi qatorliq Amerikaning bir qism sirk qaratilgan medialari shu ta'sir uchirdi. Trump hukumati ularga berilgan pulni to'xtatib degandek. O'tganda misol dedim deyman, Amerikaning ishki o'z davlat ishiga qaratilgan tashkilot idorasi yo'q, tashkilot o'rni yo'q. Masalan, Xitoyda Shuanchanbu degan bir ministr bor, Amerikada bunday narsa yo'q. Amerikadagi media ishlarining hammasi sirtqa qaratilgan ishiga emas. Bunun ichida NPR degan bir radiomi bor. Mamlakatlik ommaviy radiosi degan bir radio. Men bu radioga men chiqib baqqan Uyg'urlar, bu irqiy to'g'riliq. Bu pulni to'xtatishda ba'zi bir omillar bor, kishilar ancha tushunmaydigan. Men shuning birisini deb qaydadim. Shu NPR degan Amerika mamlakatlik ommaviy radio. Radiosida 87 muharrir bor ekan, ishlaydigan. 87 muharrir bor ekan. Bularning hammasi demokratchilar ekan. Bir murofatlik yo'q. Hammasi demokratchilar. Endi bularniki birdigan xabarlarning ko'pinchasi sirt qartilgan xabarlar shunga Amerikaning siyosatiga ta'sir qilmaydi, lekin bular qanday temalarni tanlash, nimalarni o'tirib chiqish jihatlarida yana bir partiyaga xizmat qilgan bo'lib qolgan gap. Demokratchilarga. Shunga mushta ahvollarda biz o'zimizni shu o'ringa qo'yib baqsaq bo'ladi. Agar Trumpning o'rnida men bo'lsam, qanday muomala qildim deb. Nurum pul chiqiraman, mamlakatlik ommaviy radioga nurum pul chiqiraman. Bular ishni qiladi, lekin bularning hammasi demokratchilar menga qarshi. Buni men qanday qarayman deb bunda o'ylab baqsam bo'ladi. Shunga bir qism ishlarniki yuz berishdagi oq ko'rinishmish shu. Buni misol deb qo'ygim keldi. Yaqinda Panama qonunini Amerikaga o'tkazib bermoqchi bo'lgan Hong Kongniki bir shirkati bu ish to'xtab qoldi. Xitoy qattiq aralashdi bu ishga. Aralashib aslida bu savdo pitpulti o'tgan oldin qarabdimi? Pitpulti hozir to'xtab qoldi bu ish.
Bu ishmi Amerikaning bundan keyin Xitoyga texnik zarba berishga turtki bo'ldi deb o'ylayman men. Anından keyin Greenlandni Amerikaga qo'shib olish ishidimi yaqinda yenilik yo'q. Bu ishlardami biroz pishkarlik chiqdi. Amerikaniki muavin prezidentniki ayoliga deyman, bormoqchi bo'lgan u yerga. Uni Greenlandnikilar to'sdi. Kasang bo'lmaydi deb ishlar biroz o'zgarishlar bo'lib ketdi. Bu jihatimi yenilik yo'q, yangi taraqqiyot yo'q. Hamda Xitoyning ish to'liq qisqasi to'xtalay. Abetin deyishni unutib qolgan bir ish bor ekan. Uni nima desanglar, Yevropadagi nurg'un allar bilan Amerika o'rtasidagi savdodami Amerikaning qiz raqami bor. Bu nima, bu qanday ahvol desanglar, Amerika nima Yevropadagilar Amerikaga molni jihroq setib, Amerikaga qaragan chog'da topgan pulida Xitoydan mol olyotadi. Amerikadan kirgan ko'k raqamni Xitoyga qashlayotadi Yevropa. Aşağı başqa Yevropaniki baş qo'shish ishlarida Amerikaniki baş qo'shish ishlarida Yevropaning kirib qolishlik sababning birisi shu bo'ladi deyishni qattiman. Hozir Xitoy puliniki dollarga qaratgan qiymati nihoyatda tez tushyotidi. Boshqa pullar mashtaqa mening bilishimcha Yapon puli, Turk lirasi hammasi degandek dollarga kuchib ketyotidi davlatlarning hammasida. Xitoyda mana shunday hozir. Abetin degandek, şu savdo beji Xitoy hokimiyatini, Kompartiya hokimiyatini bu yıqtish mumkin. Yaqinda Xitoyniki Jingjui deydi, Politbürosida nihoyatda cho'ng ishlar yuz berib ketdi. Ikki cho'ng amaldorniki o'rni almashdi, nihoyat tartib bo'lib boqmagan ishlar. Ishqilib, shu 7-oyda Xitoyniki 20-partiya qurultayiniki 4-cü umumiy yig'ini ochilmoqchi. Shuning oldidagi bir qism tayyorliklar hozirgi ahvoldan qaraganda Xi Jinping bu qatim yine tushmaslikniki, keyin qatim tushmaslikniki tayyorligini qilganda qildi. Shunga hozir yana qo'lga olganlarni elib nihoyatda jiq ishlar yuz beryotdi. Hozir Xi Jinpingniki holati ayni vaqtdagi Stalinning ahvoliga o'xshab qolyotdi. Bütün adamni ranjitdi hozir atrofidagilardan tortib. Ammo tushib ketsam o'ladi bu. Huquqidan tushib ketsa o'ladi, o'ltiradi Xi Jinpingni. Boshqa boshqa tushmaslik kerak. O'zini jinni saqlab qolish uchun. Hozir buni sotqa yurish yo'li ketyapti. Shunday qilib qisqartirib aytgan vaqtida hozirgi Trump hukumatiniki qo'llanayotgan siyosati xuddi bir operatsiyaga o'xshaydi. Hozir badni og'riydi, nihoyatda qiyin ahvolda dadin tortyapmiz. Lekin endi nihoyatda tez vaqtdan keyin ishlar boshqacha bir yangi ahvolda o'tirib chiqishi mumkin, ahvollar yaxshilashi mumkin. Men ishonaman bunga. Oxirida buni mustaqil deb qo'ydim. Bularda bugungi videomiz chiq bo'lsin. Xudoyim bursa men yana bir qatim shu hozirgi Xitoy, Amerika, Yevropa mushlarning o'tirishidagi umumiy cho'ng manzara zodi nima degan narsa to'g'ri bo'lsa so'zlab berishga tirishaman. Ashni tushansanglar, hozirgi bo'layotgan ishlarga ancha sakrab ketmaysizlar. Normal ekan deb. Endi Amerikaniki burunqi boshlarimi mushtaq bir ahvolning bo'layotganligi, Xitoyniki bek payda ketib qolganligi Amerikaniki qarzning ko'payib ketayotganligi, buni to'sish kerakligi, buni deganlar ko'pkan burunqi Amerika prezidentlari ichidami. Ammo hech kim qilmagan. Hozir endi bu dardni biz hozir tortib masalani hal qilmizmi yoki bu masalani keyingi avlodlarga qoldirib qo'ymizmi degan bir ahvol bor. Endi keyingi avlodlarga qoldirib qo'ygan vaqtida Amerika o'lib tushish ehtimolligi bor. Amerika o'lib tushsa bu dunyo siz bizningki yashag'imiz kelgan dunyo bo'lmay qoladi. Ashta bir ahvol bor. Shunga bu ishni bir vaqt o'ngshash kerak. O'ngshash jarayonida uning dardini tortgan gap. Hozir biz shu kun ichida yashayapmiz. Shuni bir deb qo'ydim. Bu da mesela kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.